Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz tomoshabinlar, Payg'ambarimiz hayotlari turkumining 7-jonli efiriga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz ekranda ko'rib turibsiz. Maxfiy da'vat, ilk musulmonlar. Ya'ni milodiy 610-610-yillar oralig'ida Makka shahri. Yangi qo'shilganlar uchun ikki og'iz. Biz har kuni 1 soatdan O'zbekistonda rasman nashr etilgan diniy ekspertizadan o'tgan ma'lumotlar asosida birinchi navbatda Alixon To'ra Sog'uniy hazratlarining Tarixiy Muhammadiy kitobi asosida sirat o'rganamiz. Bu diniy hukm chiqaradigan minbar emas, kitob tahlili, tarixiy ma'rifiy suhbat. Men aytaman, birga mulohaza qilamiz, savollarga imkon qadar javob beramiz. Albatta manbalar asosida. Chatda kimlar bor? Salom yozib qo'ying. Qaysi shahardan ko'rayotganingizni ham yozsangiz xursand bo'lgan bo'lar edim, do'stlar. Qani unda boshladik. Bismillah. Avval kechagi qismni bir eslab olaylik. Ekranda 3 ta qadamga qarang. Birinchi qadam Hiro g'ori. 40 yoshli Muhammad alayhissalom Nur tog'idagi kichkina g'orda yolg'izlikda tafakkur qiladilar va 610-yil Ramazon oyining muborak kechalaridan birida g'orda Jabroil alayhissalom paydo bo'ldi. Ikkinchi qadam Iqro. O'qi. 3 marta quchib, 3 marta o'qi dedi va Alaq surasining ilk 5 oyatlari nozil bo'ldi. Insoniyat tarixi o'sha kecha ikkiga bo'lindi. So'nggi payg'ambarlik boshlandi. Hadicha onamizning tarixiy tasallisini, varaqani "Seni qavming chiqarib yuboradi" degan bashoratni kecha eshitgan edik. 3-qadam Ya ayyuhal mudassir qum fanzir. Tarjimasi: Ey burkangan zot, turib ogohlantir. Mudassir surasi bilan vazifa rasman yuklandi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng og'ir mas'ala yuklandi. Endi savol tug'iladi. Vahiy keldi, lekin qanday boshlash kerak? Mana shu savol bugungi mavzumizning asosiy ma'lumotlar manbasi bo'ladi. Va shu savolga bugun sizlarga javob berishga va birgalikda javob izlashga harakat qilamiz. Endi sizlarga savol. Ekrandagi savolga qarang va bir o'zingiz o'sha holatga qo'yib ko'ring. O'sha holatni bir o'zingiz tasavvur qiling. Siz yashayotgan shaharda hamma bir xil fikrda, hokimiyat ham, boylik ham, qurol ham o'sha fikr egalarida. Siz esa butunlay yangi, ularning daromadiga, obro'siga, ota-bobo odatlariga zid haqiqatni aytishingiz kerak. Ochiq maydonga chiqib baqirasizmi? Bir kunda hammaga e'lon qilasizmi yoki boshqa yo'l tutasizmi? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Siz qanday boshlagan bo'lar edingiz? Albatta bu izohingizni ham to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini biz bu yerda muhokama qilmaymiz. Shunchaki sizning qanchalik keng fikrlashingizni bir xulosa chiqaramiz, bir ko'ramiz. Qaytaraman, bu jonli efir. Agar sizlar buni video shaklida ko'rayotgan bo'lsangiz, biroz pauzalar bo'lishi mumkin. Ana endi keling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu savolga qanday javob berganlarini hozir ko'ramiz. Va bu javobda bugungi kunda ish boshlayotgan har bir inson uchun strategiya darsi bordir. Shunday ekan, e'tiborli bo'laylik. Endi savol tug'iladi. Nega 3 yil maxfiy? Payg'ambarimiz da'vatni ochiq maydonda jar solishdan boshlamadilar. 3 yil davomida da'vat faqat ishonchli kishilar orasida yashirin birma-bir olib borildi. Nega? Ekranda 3 ta sabab turibdi. Birinchi sabab kuchlar nisbati. Makkada hokimiyat, qurol, boylik hammasi butparast zodagonlar qo'lida edi. Bir hovuch musulmon ochiq maydonga chiqsa, harakat beshikdayoq bo'g'ib tashlanardi. Aql shuni taqozo qilardi. Avval kuch to'plash kerak edi. Ikkinchi sabab esa mustahkam poydevor. Har qanday katta ishga avvalo poydevor kerak. Dinni chuqur o'zlashtirgan, har qanday sinovga tayyor, bir-biriga qattiq bog'langan kichik jamoa ana shu poydevor edi. Olomon yig'ish oson, asos yetishtirish qiyin edi. Lekin binoni olomon emas, asos ko'taradi. Uchinchi sabab bosqichma-bosqichlik. Bu Allohning o'zi o'rgatgan uslub. Axir Qur'onning o'zi ham bir kunda tushmadi. 23 yilda voqealarga mos ravishda bosqichma-bosqich nozil bo'ldi. Avval aqida, iymon mustahkamlandi. Namoz, roza, zakot kabi hukmlar keyinroq keldi. Avval ildiz, keyin shox-shabba. Bugungi hayotga ko'chirsak, loyihami, tashkilotmi, kanalmi, har qanday katta ishni avval kichik sifatli sodiq jamoa bilan boshlang. Pastdagi jumlani
o'qing. Poydevor qancha chuqur bo'lsa, bino shuncha baland ko'tariladi. Shoshqaloqlik bilan erta oshkor bo'lgan ish ko'pincha erta so'nadi. Endi ilk musulmonlar 4 tabaqa. Xo'sh, birinchi bo'lib kimlar imom keltirdi? Ekrandagi 4 kartochkaga qarang. Bu yerda 4 kishining nomi kelgan. Ayollardan birinchi bo'lib Hadicha onamiz radhiyallohu anhu eng yaqin inson, umr yo'ldoshi. Hiro kechasidan keyin bir zum ham ikkilanmasdan imom keltirdilar. Esingizda bo'lsa, o'sha og'ir kechada erlarini so'zlari bilan tinchlantirgan ham u kishi edi. Alloh sizni hech qachon xor qilmaydi degandilar. Erkaklardan birinchi bo'lib Abu Bakr radhiyallohu anhu 40 yillik qadrdon do'st, u hatto dalil ham so'ramadi. Nega hozir keyingi slaydda alohida gaplashamiz buning sababini. Bolalardan birinchi bo'lib Ali radhiyallohu anhu 10 yoshlarida qabul qildilar. Bola payg'ambarimizning tarbiyalarida o'sayotgan amakivachcha edi. Esingizdami? Haqiqatchilik yili payg'ambarimiz uni o'z uylariga olgan edilar. Yaxshilik hech qachon yerda qolmasligiga bu yana bir isbotdir. Va ozod etilganlardan birinchi bo'lib Zayd ibn Horisa radhiyallohu anhu bir paytlar qul qilib sotilgan, keyin ozod qilinib xonadonning suyukli farzandiga aylangan inson edi. Ota-onasi kelganda ham men payg'ambardan ajralmayman, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha paytda payg'ambar bo'lmagan bo'lsalar ham u zot payg'ambarimizga qarab shunday deganlar. Men bu kishidan ajralmayman degan Zayd. Endi ramziylikka qarang. Ayol, erkak, bola, ozod etilgan qul. Jamiyatning 4 qatlamidan 4 namuna. Pastdagi xulosani o'qiymiz. Bu din bir tabaqaning emas, butun insoniyatning dinidir. Boyning ham, kambag'alning ham, erkakning ham, ayolning ham, kattaning ham, kichikning ham eshigi ochiq. Sitata Abu Bakr va ishonch. Ekrandagi so'zlarni diqqat bilan o'qing. Bu payg'ambarimizning hadislaridan ma'no. Men kimni islomga chaqirsam, hammasida bir ikkilanish, bir o'ylanish bo'lgan. Faqat Abu Bakrdan boshqa. U bir lahza ham ikkilanmadi. Endi savol, nega? Nega boshqalar o'ylanib Abu Bakr darrov ishondi? Ahmoqona soddalikmi? Yo'q, aksincha, eng mustahkam mantiqdan. Abu Bakr bu insonni 40 yil yonma-yon ko'rgan edi. Bolalikdan do'st, savdoda sherik, hayotda hamroh edi. 40 yil davomida bir marta ham yolg'onni ko'rmagan va u shunday xulosa qildi. Bu odam 40 yil bandalar haqida yolg'on gapirmagan bo'lsa, endi Alloh haqida qanday yolg'on gapirsin? Dedilar. Men bu ishonchning qonuniyati. Mana bu ishonchning qonuniyati aziz do'stlar. Ishonch bir kun tug'ilmaydi. Bir kunda tug'ilmaydi. U yillar davomida mayda holatlarda quriladi. Va'daga vafo, omonatga sadoqat, rost so'z va mana shular uning asosi hisoblanadi. Va keyin hal qiluvchi damda bir lahzada meva beradi. O'zimizga savol beraylik. Atrofimizdagilar bizning so'zimizga qanchalik ishonadi? Agar ertaga hayotimizning eng muhim gapini aytsak, sen aytdingmi demak rost deydiganlar nechta? Obro' ana shu. Uni bugundan qurishni boshlash kerak. Bir kishining da'vati. Abu Bakr iymon keltirgach bekor o'tirmadi. U o'z davrasida o'zi ishongan va unga ishonadigan do'stlarini birma-bir sekin asta da'vat qila boshladi. Ekranda uning qo'lida islomga kirgan 5 ta insonning nomi turibdi. Bu ro'yxatga qarang. Birinchisi Usmon ibn Affon, kelajakda 3-xalifa, 2 marta payg'ambar kuyovi bo'lgan zot. Ikkinchisi Zubayr ibn Avvom, islomning birinchi qilich yalang'ochlagan bahodiridir. Uchinchisi Abdurrahmon ibn Avf, kelajakda Madinaning eng katta savdogari va hayrachisi. To'rtinchisi Sa'd ibn Abu Waqqos, kelajakda Fors saltanatining yengan buyuk sarkarda. Beshinchisi Talha ibn Ubaydulloh, Uhud kuni payg'ambarni tanasi bilan to'sgan qahramon. Va pastdagi gapga e'tibor bering.
Bu beshovining hammasi payg'ambarimiz hayotlik chog'idayoq jannat xushxabari berilgan 10 ta sahobiy ichida. 10 tadan 5 tasi bitta odamning da'vati orqali kelgan. Bir kishi, bitta sodiq, obro'li, ishonchli kishi 5 ta buyuk insonni dinga olib keldi. Ular esa keyin minglab odamlarga sabab bo'ldi. Hech qachon bir odamman, nima ham qila olardim demang. Zanjir doim bitta halqadan boshlanadi. Dorul Arqom. Musulmonlar soni o'nlab kishiga yetgach, yig'iladigan xavfsiz joy kerak bo'ldi. Tanlov Arqom ibn Abdul Arqom degan yosh sahobiyning uyiga tushdi. Bu uy tarixga Dorul Arqom, Arqom uyi nomi bilan kirdi. Ekranda 3 ta fakt bor va har biri konspiratsiya darsligidir. Birinchi fakt: uy egasi Arqom bor yo'g'i 16 yoshlarda edi. Kim ham 16 yosh bolaning uyidan shubha qilardi? Quraysh kattalarining uylarini kuzatardi. Endi ikkinchi fakt: uy Safo tepaligi yonida Makkaning eng gavjum joylaridan birida edi. Odam ko'p qatnaydigan joyda kelib ketish e'tibor tortmaydi. Eng yaxshi yashirin joy ba'zan ko'z tashlanadigan, qisqa qilib aytganda bir burunning tagidagi joydir. Uchinchi fakt: eng zo'ri, Arqom Mahzum urug'idan edi. Mahzum kimning urug'i? Abu Jahlning, islomning eng ashaddiy dushmani o'z urug'ining uyida musulmonlar maktabi ishlayotganini xayoliga ham keltira olmasdi. Bu uyda nima bo'lardi? Payg'ambarimiz yangi tushgan oyatlarni o'qib beradilar, ma'nosini tushuntiradilar, namoz o'rgatardilar. Bu savolga javob beradilar. Har bir savollarga javob beradilar. Bu islomning birinchi o'quv markazi, birinchi maktabi edi. O'sha paytda namoz hali 5 vaqt emas, ertalab va kechqurun 2 rakatdan o'qilardi. 5 vaqt namoz keyinroq Me'roj kechasida farz bo'ladi. O'sha qismga yetganda batafsil aytaman. Pastdagi formulani o'qiymiz. Bitta xona, bitta muallim, bir guruh sodiq shogird, natijada butun bir sivilizatsiya yuzaga keldi. Ta'limning kuchi shu do'stlar. Bugun ham dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lgan odam maktabdan boshlashi kerakdir. 3 yil 40 kishi. Ekrandagi raqamga qarang. 3 yillik maxfiy da'vatning natijasi atiga 40 kishiga yetdi. Kimdir aytishi mumkin, shunchami? 3 yildan 40 kishi juda sekin-ku. Bugungi tilda aytsak, 3 yilda 40 obunachi. Provalagan kanal. Ya'ni bir sekin o'sayotgandek tuyuladi. Lekin shoshmang. Bu 40 kishining kimligiga qarang. Ichidan 2 bo'lajak xalifa, buyuk sarkardalar, muhaddislar, ustozlar chiqdi. Va eng muhimi, bu 40 kishining deyarli har biri umrining oxirigacha dinda sobit qoldi. Qiynoqlardan ham, hijratlardan ham, urushlarda ham birga bo'ldi. Chunki ular olomon emas, birman-bir tanlab chuqur tarbiyalab yetishtirilgan asos edi. Million sovuq obunachi bitta qiyinchilikda tarqab ketadi. 40 kishilik jamoa, asos jamoa esa har biri o'zining yangi jamoa qura oladigan darajada yetuk bo'lsa, cheksiz o'sishning poydevori hisoblanadi. Keyinroq ko'ramiz, ana shu 40 kishi asosida 10 yil ichida butun Arabiston o'zgardi. Pastdagi xulosa bugungi efirning bosh formulasidir. Sifat sondan muhim. Buni kanalimizga ham, jamoangizga ham, do'stlar davrangizga ham tatbiq qiling. Ya'ni songa emas, sifatga qarang. 100 ta do'stdan ko'ra bitta vafodor do'st yaxshiroq bo'ladi. Chunki 100 ta do'stingiz sizni o'ylamasligi, faqatgina sizning baxtli damingizda bo'lishi mumkin va ularni haqiqiy do'st deb bo'lmaydi. Chunki ular sizning qora kuningizda oldingizda bo'lmaydi. Haqiqiy do'st esa sizni yaxshi va yomon kuningizda oldingizda turadi. Islom yoshlar yelkasida. Endi ilk musulmonlar jamoasiga boshqa tomondan qaraylik. Yosh tomondan. Ekrandagi diagrammaga e'tibor bering. Ali 10 yoshda musulmon bo'ldi, Zubayr 12 yoshlarda, Talha 15 yoshlarda, Sa'd ibn Abu Waqqos 17 yoshda, Mus'ab ibn Umayr 20 yoshlarida, Abu Bakr 38 yoshda edi. Davraning keksasi hisoblanadi. Payg'ambarimizning o'zlari 40 da edilar. Ko'ryapsizmi? Islom yoshlar yelkasida ko'tarilgan din. Bu tasodif emas, qonuniyat. Har davrda ham yangilikni, haqiqatni birinchi bo'lib yoshlar qabul qiladi. Chunki yoshning qalbi hali qotib qolmagan, manfaatlar to'riga o'ralmagan, shu paytgacha shunday kelgan degan zanjir bilan bog'lanmagan.
Va shu yoshlar keyin kim bo'ldi? 10 yashar Ali xalifa va islom islom ilmining darvozasi. 17 yashar Sa'd Fors fotihidir. 20 yashar Mus'ab Madinani 1 yilda islomga ochgan elchi muallim. Unga hali yetamiz. Ajoyib qissa bor bu haqida. Ekran ostidan gapni yoshlarga qarata o'qiyman. Haqiqatni birinchi bo'lib doim yoshlar qabul qiladi. Bu sizning tarixingiz aziz yoshlar. Katta ishlar uchun yosh yetib qolishini kutmang. 10 yashar Ali kutmagan edi. Siz ham kutmang. Bugungi saboqlar. Bugungi suhbatimizda 3 ta saboqqa jamlaymiz. Ekranga qarang. Birinchi saboq katta ishlar kichik sodiq jamoadan boshlanadi. 3 yil 40 kishi bunga misol. Lekin qanday 40 kishi? Olomon emas, asos. Son emas, sifat. Ishingizda, loyihangizda, davringizda shu tamoyilni tuting. Avval kichik, lekin mustahkam quring. Ikkinchi saboq. Ishonch yillar bilan quriladi, lekin bir lahzada meva beradi. Abu Bakr 40 yil sinagan do'stiga bir soniyada ishondi va islomni qabul qildi. Sizning bugungi har bir rost so'zingiz, har bir bajarilgan badangiz kelajakda o'sha bir lahza uchun g'isht qo'yish, ya'ni sizning gapingizga shak shubhasiz kimga gapirsangiz ishonib keta oladigan darajaga chiqishingizdir. Ana endi 3-saboq. Avval iymon, keyin hukmlar. 3 yillik maxfiy davrda faqat aqida va axloq o'rgatildi. Taqiqlar, farzlar keyin keldi. Farzand tarbiyasida ham shu tartib to'g'ri. Bolaga avval Allohni sevdiring, din go'zalligini ko'rsating. Buyruq va taqiqlar ana shu muhabbat ustiga quriladi. Aksincha qilsak, natija ham aksincha bo'ladi. Shu 3 saboqni bugun bitta do'stingizga aytib bering. Ilm ulashganda ko'payadi. Ana endi savol-javobga o'tamiz. Efir boshida bergan savolimga qaytamiz. Butun shahar qarshi bo'lsa, da'vatni qanday boshlaysiz degan edim. Endi javobni bilamiz. Sokin, sabrli sifatga tayangan holda payg'ambarimiz uslubida. Har bitta chatdagi savollarni o'qiyman. Yaxshi. Hammada ham biroz bo'lsa ham g'oya bor ekan. Endi keling, men ma'lumot beray sizlarga. Yaxshi ko'rdim izohlar. Tushunsa bo'ladi sizlarni. Ammo lekin chatimiz oxiriga ham yetib qoldik. Ana endi keyingi qismga sizlarga bir anons aytib ketay. Ertangi 3 yillik sukut tugaydi. Ertangi qismda yaqin qarindoshlarning ogohlantir oyati tushadi va payg'ambarimiz Safo tepaligiga chiqib, butun Qurayshga ochiq da'vat e'lon qiladilar. O'sha mashhur savol, o'sha kun aytilgan, aytingchi, mana bu tog' ortidan otliq dushman bostirib kelyapti desam, ishonasizlarmi? Butun xalq bir ovozdan ishonamiz, sendan yolg'on eshitmaganmiz degan. Va o'sha kuni birinchi ochiq qarshilik ham boshlanadi. Abu Lahab voqeasi, Masad surasi hammasiga ertagash, agar imkon topsam shu vaqtda, bo'lmasa keyingi kunlarda aytib beraman. Yana bugungi manbalarimizni bir bor eslatib o'taman. Alixon To'ra Sog'uniyning Tarixi Muhammadiy kitobi. Mahfiy da'vat boblari va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning hazratlarining hadis va hayot turkumi. Va do'stlar, shu joyda aytib ketay, kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosing. Bu efirni do'stingizga ham ulashib qo'ying. Albatta o'zingiz yaqin deb bilgan do'stingizga. Bilim ulashganda ko'payadi. Bir-birimizni duoda unutmaylik. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.